Mamlakatimizning barcha maktablarida bugun so'nggi qo'ng'iroq sadolari yangradi. Jonajon maktablari qo'lidan tutib yozishni va o'qishni o'rgatgan qadrdon o'qituvchilar bilan xayrlashayotgan bitiruvchilar yangi hayot ostonasiga qadam qo'ymoqdalar. Tarixda ilk bor davlat rahbari tomonidan bitiruvchilarga tabrik bildirilishi yoshlarga bo'lgan ulkan e'tirof va ularning davlat siyosati oldida beqiyos ekanligini anglatadi. Mirishkor tumani hokimi Sherali Sanayev ham tumandagi bir qator maktablarda bo'lib, bitiruvchilarga prezident tabrigini o'qib eshittirdi. Yurtimizdagi nufuzli fan tanlovlarida tuman nomini yuqori o'rinlarga olib chiqayotgan iqtidorli yoshlarga ta'lim bergan bir guruh pedagoglar tuman hokimi hamda xalq ta'limi bo'limi mudirining esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Mana bugun Jonajon maktabimiz bilan va aziz o'qituvchilarimiz bilan xayrlashdik. So'nggi qo'ng'iroq chalindi. Tarixda birinchi bor prezidentimiz tantanali ravishda bitiruvchilarni tabrikladilar. Bu bizga kuchli motivatsiya berdi va kelajakda ulkan zafarlar quchishimizga va'da beramiz.